Nima katta ko'chaga qo'yasan mashinani? Nima qilib qo'yding bolajonim? O'zi bunga rolni bermash kerak edi-da. Menga qara, nima qilyapsan? Ko'zmi bu? Nima qilyapsan-la? Qarab kelmaysanlarmi? Uzr aka, uzr. Yashlar uzringni, dokumentini ol. Uzr. Aka qilib beramiz, va'da beraman shu mashina. Sendagi va'da bozlanichi vash ko'pini ko'rganman, tushundingmi? Dokumentni olib ber, menga dokumentni. Bolalar baqir-chaqir qilma, dadam kasal mashinada. Voy, sendagicha otam kasal, onam kasal, tog'am bo'lib qoldilar, pochcha bo'lib qoldilar, arasi ko'pini ko'rganmiz. Eshitla, dokumentini ol. Men sen o'ylaganda qilib olaman. Dokument ol, pulini ber, transportini biz o'zimiz qolamiz. Bu bilan og'zingni yorib qo'yaman, bola. O'char qanaqa yorib qo'yarmiz. Ma, uka, mashina qancha turadi? Yangilab olgin. Uy olaman deyatdim. O'sha senga nasib qilibdi. Sendaqa shantajlar. Yangisini olgin. Ko'zingga qarab haydagin. Mana qara, mana qara. Ko'chgani qara. Mazza bo'ldi. To'qqa hayda 200 dollar bilan ishim bitkazadi. Ketdi. Gapi yo'q. Birini shunaqa qilib azoblasa, bir-biriga shunaqa azob bersa, bu mumkinmi bu birodarlar? Bu la'nat yog'adigan xonadon bo'lmaydimi? La'nat yog'adigan insonlar bo'lmaydimi bu? Qayerda bor bunaqa gap? Bu tozalaning. Astagfirullah. O'zaychi endi ona. Alo, assalomu alaykum. Tuzimsiz? Ey, singlimni kimga bo'lgansizlar? Tadbirkor o'qimishni ko'rdingiz-ku. Mana, masjid tahoratxonasini tozalab yurib, ko'zlarim bilan ko'rdim, shu gunohkor ko'zlarim. Yo'q, bu Fotihani bekor qiling, jon ona, ko'zim bilan ko'rdim. Rasmga olishim shart emas, ishonasiz ona. Tahoratxonani tozalab yuribdi. Masjid qoldim. Bo'pti, hozir borib tushuntirib beraman ona. Va seni nima tushunmaysan? Hozir masjid tahoratxonasida ko'rdim. Hozir to'xtab tur. O'zim telefon qilib yuboraman. Bolangizga kim yoqar ekan onajonim? U ham gaplashgan desa, bu qizni gaplashgan desa, bo'pti, diqqat olmang, boshqasiga boramiz inshaalloh. Xo'p. Ya Abbosxon, ukamni uylayman deyapmiz. Uylanadigan bola ham injiq bo'lib ketar ekan. U gaplashgan, buni gaplashgan deydi. Hayronsan, kimga uylashni ham bilmaysan. Uylanadigan bola o'zi soliha qiz topish kerak edi. Topolmayapti-da Abbosxon. Aka, mana men 3 yildan beri gaplashaman qizim bilan. Aka, bitta telefonimga aytgan joyimga, aytgan vaqtimga yetib keladi. Shunaqalarni soliha deydi-da, shularga uylanish kerak. Ya Abbosxon, nomahramlar bilan kechasi bilan telefonda gaplashadigan, bitta telefoniga xohlagan joyga boradigan qizlar qachondan beri soliha bo'lib qoldi? O'g'il bola, agar senga mo'mina, soliha qiz duch kelgan bo'lsa, dunyo saodatiga erishib qolsin.